Ondan keyin Payg'ambar alayhisolatu vasallamning Taifdagi tutgan pozitsiyasi, uchirgan muomala masalan. Ularning hammasini biz Payg'ambar alayhisolamdan ko'ra olamiz. Allah subhanahu va taolaning Halim sifatidan ham ko'ra olamiz. Bilamiz, Rasululloh Allohga eng yaqin zot. İnsanlar ichidagi Allohga eng yaqin zot Payg'ambar alayhisolatu vasallam. Demak, Rasululloh o'zining halimligini Allohning Halim sifatidan naqadar qanchalik darajada oldi, buni ko'rib olsak bo'ladi. Taifdagi uchirgan muomalalar Rasulullohning tutgan pozitsiyasining gapi chiqib qoldi. İnsanның bir vazifasi bo'ladi dunyoda, har qanday insonning. Bir jamiyatning vazifasi bo'ladi. Bu vazifani rasmiy ijro qilaman deb mangan vaqtida jamiyat boshqa bir jamiyatga o'zgaradi, inson boshqa bir insonga o'zgaradi. Rasululloh shu qadar o'zining vazifasini tunug'anki 80 kilometr yo'l bugungi kunda musofada besib piyoda Taifga o'zining vazifasini ado qilish uchun bordi. Ularni qorong'ulikdan yo'riqlikka chiqarish uchun bordi. Allohning yo'liga boshlab mehr shafqat ko'rsatish uchun bordi. Eng cho'ng ne'matga bularni boshlash uchun bordi. Shunchalik yaxshi niyat, buyuk vazifa bilan turib, Taif ahli Rasulullohni kazzob dedi, inkor qildi yani. Masxir qildi. Buni bilan bo'ldi qilib qolmay, kichik bolalarini kushkurtdi. Rasulullohga tosh yog'di masalan. Shu vaqtda farishta keldi Rasulullohning qishig'iga. Robbim buyurdiki, men sening irodang ostida. Agar xohlasang, amma odamning hammasini bostirib o'tay. Demak, Rasululloh shunchalik aziyatga uchurdi va shunchalik intiqom olish imkoniyati bor. Shu vaqtda halamimizni ketdi. Ammo Rasululloh nima dedi? Yo'q. Allohumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Muttafaqun alayhi hadis. Abdullah ibn Mas'udning rivoyat qilingan. Bular bilmay Rasulullohning bu qadar salmoqligi, kam muloyimligi hamma tarixdan ko'rinib turdi. Rasululloh dediki shu vaqtida, "Ya Alloh, qavmimni kechirsizlar, bular bilmaydi." Bu ajoyib bir muloyimlik, ajoyib bir salmoqlikda Rasulullah'daki. Rasulullah'ning shu vaqtda ko'zligida nima? Balkim bular meni inkor qildi, bular Allohni inkor qildi, bular menga aziyat berdi. Balkim bularning avlodidan tavhid ahli chiqib qolishi mumkin. Mana bu payg'ambarlik Rasululloh'daki. Bu Rasululloh'daki hilimlik. Rasululloh büyük maqam egisi, büyük sharaf egisi, osmon zaminning egisining rasuli o. Payg'ambarlarning oxirgisi, kishilarning unda ig'vogarchilik qilishi, Rasulullohga yo'lsizlik qilishi, Rasulullohga chiqilishi aslo va aslo loyiq emas. Rasululloh bek büyük uningdan. Rasululloh cho'ng o'shildan. Ma bu Rasulullohning so'zi bizga nisbatan hadis. So'zi bizga nisbatan sunnat. Qilgan ishlarining o'zi bizga nisbatan sunnat. Bir ishlarni bo'pti, bo'lmabdi desa shuning o'zi bir sunnat. Rasulullohda topilgan sifatning o'zi bir sunnat. Mushunchalar maqom egisi bo'lgan payg'ambarning muloyimligi, salmoqligi bu. Ishlarga ko'rsatgan tepkisi, inkosi bu. Mana bu Rasulullohning Allohning Halim sifatidan o'zida o'zlashtirgan Rasulullohning halimligi, Rasulullahninki muloyimligi. Bu bugun biz o'tirg'i chiqarmoqchi bo'lgan islom axloqlaridan birisi bu. Muloyimlik.